Assalomu alaykum. Aziz Samarqandlik yoshlar. Avvalambor men sizlarni Yoshlar oyligi 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan hammalaringizni o'zim nomidan, Samarqand viloyat hokimligi nomidan chin yurakdan tabriklayman. Bugun Samarqandimizning qariyb 60% aholisi yoshlarini tashkil qiladi. Bu degani 2 million 300 mingdan oshiq yoshlarimiz bor. Yoshlar bu ertangi kelajagimiz. Hammalaringizga omad tilayman, o'qishlaringizga omad tilayman. Yuraklaringizda tilab qo'ygan tilaklaringizni amalga oshishiga tilakdoshman. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Olg'a faqat oldinga yuringlar, olg'a bosinglar. Bugungi konsertimiz ham sizlar uchun. Salomat bo'linglar. Rahmat. O'zbekiston yoshlari, keling birlashaylik. Yoshlar sergak jon, dushmanga bizni buyuk ishlar kutmoq. O'zbekiston har bir qarich yeringni qanim men ham sevib saytim o'sha mening